Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vale. Celal'da Suyuti rahmetullahi aleyhine Haliple Tarihi namlı kitabı dersimizin devamında Abbasilanın 7. halifesi Me'mun'un ki hayatı münasebetlik en ahırkı dersini okuyumuz bugün. Hem Me'mun 20 yıllık hakimiyet devirde nurgun vakalıkla ötken. Onun üstüge tarihte bununki şu bulap şu Kur'an mehluk diyen aqidivi meseleler bilen nurgun devletler qalayımqançılık kelip çıkan, nurgun ulemalar sınaq uçurgan. Bununki devirde hem de ölüp ketken meşhur büyük ulemalarımız nayet zor bir-birden. Mesela birincisi Sufyan ibn Uyeyne diye ulema. Şu Me'mun'un devirde ölüp ketken. Hem de Sufyan ibn Uyeyne özü şu muhaddis aynı devirdeki zahitlik bilen, takvalık bilen meşhur. Hem de Kufe'de tuğulup, Kufe'de 198 yılı ölüp ketken. Bütün ulemalar bu adamın hadisini qabul qilishga birdek itibaqliq kelganda ulemalarningki baholari bir-biridan xil. Mesela İmam Şafii'nin olan bahasını yeb qo'yaylik. Mesela İmam Malik bilan Sufyan bo'lmagan bo'lsa, Hijazliklarning ilm yo'qolib ketadi degan. Demak, bu Hijazda ilmni tarqatgan kishilar İmam Malik, biri Sufyan ibn Uyeyne. Bu adamniki hem de işencilik ekanligiga hadis ilmidagi altalg'u bu. Buni jiq adamlar buni işencilik deb qaragan. Hatta Rafizi Şialarninki nazardimi, Şialarmi mesela bir qism muhaddislarning hadisini qabul qilib unutmaydi. Hatta Şialarmi shu Sufyan ibn Uyeyne'ninki hadisini ravi sifatida muhaddis sifatida qabul qiladi. Ondan başqa yana bir büyüklerden İmam Şafii rahmetullahi aleyh. İmam Şafii'nin ismi Muhammed ibn İdris, Ebu Abdullah Muhammed ibn İdris Şafii. Özü Kureyş kabilesinden, Mutallib cemaatinden. Yani demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir evlat, bir cemaat kişi buladı. Bu 4 mezhep içindeki hem de 3. imam deb sanıldı. Hicriye 204 yılı, miladiye 820 yılı ölüp ketken. Ne kısa ömür ko'rgan, yani ölüp ketken vaqtida 54 yaş bu adam. Şu İslam fıkhısida tunji bo'lib İslam fıkhı şunasının asasları degan mesela usul fıkhı ilminiki asasçısı bo'ladi bu adam. Usul fıkhı haqida tunji bo'lib kitap yazgan, eser yazgan büyük ulemalarniki biri. Hatta tefsir ve hadis fıkhı ilmida mutlaq imam deb sifatlangan. Bir mezgilda qozilik mi qilgan? Bu adamniki fasahatligi, shoirligi, mahirligi, ilm talab qilish uchun ko'p safarlarni qilganligi bu tillarda dastan. İmam Şafii rahmetullahi aleyh nurgun ulemalarniki bahasıga erishgan. Mesela İmam Ahmed ibn Hanbal İmam Şafii'ni sifatlab, dünya uchun bir quyosh, kishilar uchun bir dora deb sifatlagan. Bu kishimi Dadistanni kichkaytan qilib, shu onasining tarbiyasida cho'ng bo'lgan. Hozir Falastin zaminida, Makka zaminlarida, hatta sahralarda, yez qishloqlarda badavilarniki huzuriga borib shu yerdan tilshunoslikni o'rgangan. İslam dünyasida İmam Şafii'ninki mezhebi en ko'p tarqalgan mezhep. Hanifi mezhepler İmam Şafii'nin Şafii mezhep tarixdan buyon bo'lib O'rta Osiyoda, o'rta asrlarda bir-biri bilan bir chepishgan otdak bir musobaqada baslashishlarda bo'lgan. Hatta raqobatlarni olib kelgan. Hem İmam Şafii'ninki tarixini texmi ko'p tonish uchun asli kitaplarga murojaat qilish to'g'ri keldi. Yana bir meşhur büyüklerden Abdurrahman Mehdi degan kishi. Bu kishi Abdurrahman ibn Mehdi ibn Hassan nomli meşhur. Bu kishi Hijriye 135 yılı tug'ilgan. O'zini aytdik, faqir, kambag'al oilalarda cho'ng bo'lgan. Dadisimi savotsiz, bir narsa bilmaydigan odam ekan. Allah subhanahu va taolo mo'jizasida bu balani bu uydan nayet ilimlik dunyoga meşhur şu öz devriniki Allah'ımız qilib yetildi degan. Aynı vaqtida bu Abdurrahman ibn Mehdi hadis ilmi bilan o'rganish bilan mashg'ul bo'lganda 10 necha yil atrofida, hatta bu hadis ilmida xili ko'zi ko'ringan bu odam. İlimlik bo'lishi qarmay ham zoitlikdimi, ibodatdimi xili shu davriniki 5 sanaladi. Kechalarda qiyomni tark etmaydigan. Ama fiqh jihatda Maliki mezhebni tutib olgan ekan. Iroqda shu Maliki mezhebniki taqilishga asos solgan odam. Chunki bu İmam Malikniki bir tarafdan
o'quvchisi bo'ladi. Ham Imom Malikniki Muvatta nomli kitobini rivoyat qilgan shu Iroqdagi ravi bo'ladi. Ulamolarning bu odam uchun bergan baholari bir-biridan sarxil. Ishonchlik, hofiz imom degandek hadis ilmida berilgan baholarning ko'plarini o'sha odamga bergan tepiladi. Bu odam Hijriya 198-yili 63 yosh vaqtida o'lib ketgan. İslam uchun zo'r tuhfalarni qo'shib dunyodan ayrilgan. Yani bir bu davrda o'lib ketgan mashhur buyuklardan Yahya ibn Sa'id al-Qattan Buxoriy darsida bu odamniki tarjimali ko'proq chiqdi. Hamda Yahya ibn Sa'id al-Qattan Hijriya 120-yili tug'ilib, Hijriya 198-yili o'lib ketgan. Bu odam shu Basrda yashagan ayni vaqtida. Ko'pligan keyingi davrdagi mashhur muhaddislarning ustozi bo'ladi. Masalan, Yahya ibn Ma'in, Ahmad ibn Hanbal qatorliq mashhurlar o'sha odamniki shogirdlari bo'ladi ayni vaqtida. Ustozlarimiz bir-biridan xil. Abu Hanifa, masalan, Malik ibn Anas, Sufyan as-Savri, Shobat ibn Hajjaj qatorliq masalan kishilar shu davrdagi Sufyan ibn Uyayna boshida o'tgan. Mushular bu odamniki ustozlardan. Ulamolar baho bergan vaqtida ishonchlik odamlardan hadis rivoyat qiladi. O'z ishonchlikda o'z zamonasining kattalaridan edi degandek buyuk baholar bu odamga yog'dirilgan. Hatto shogirdi Imom Ahmad ibn Hanbal mening ikki ko'zim uningdek birsini ko'rib boqmadi bu jihatda deb bu shu yo'riq baholarni bergan bu odam uchun. Bugungi davrda masalan yangi davrdagi ulamolar Yahya ibn Sa'id al-Qattanniki hayot haqida muhaddis va obzorchi nomida bir magistrlik maqolasi yozilgan. Jiddida Jamiyat Malik Abdulazizda 1979-yili. Yani bir mush davrda o'lib ketgan buyuklardan Yunus ibn Bukayr degan bir kishi. Bu kishi aslan shu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki hayotiga munosabatli sira qatorliq kitoblarni o'zi rivoyat qilib ayni vaqtida ummatga qoldirib ketgan. İsmi kunyasi Abu Bukayr nomi bilan mashhur. O'zi masalan hammal deb sifatlangan. Shunga qaragan vaqtida hammallik bilan shug'ullangan bo'lsa kerak Bag'dodda ayni vaqtida. Bu odamlar ko'p ulamolarda o'qigan ayni vaqtida. Bo'lapmi Hisham ibn Urvadan shu payg'ambarimizniki hayoti munosabatli rivoyatlarni bayon qilib, rivoyat qilib qoldirib ketgan. Shogirdlarimiz bir-biridan xil va sarxil. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida masalan ba'zilar esa yumshoq tez, ba'zilar rostchilik, ba'zilar ishonchlik, ba'zilar kerak yo'q degandek baholarni bergan. Eng muhimi rivoyatlar qabul qilingan darajadagi yaxshi kishilarniki biri. Bu kishiniki 199-yil o'lib ketganligi xotirlangan. Ammo bu odamga ozroq tanqid sultonga erishdi, sultonning sal keyinroq soyistroq juriydi, murjiiydi degandek nachar salbiy baholarni berilgan. Yana bir buyuklardan Abu Muti al-Balaxiy degan faqih Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhiniki shogirdlaridan bo'ladi bu kishi. O'zi Balaxdan, hozirgi Afg'onistondagi Balax, Kabulning atrofidagi rayonlar. Bu Imom Abu Hanifa bu odam o'qigan. Keyingi mezgillarda shu Kabulga, shu Balaxga qozi bo'lgan Abbosiylar davrida. Bu kishi shu Ma'munniki davrida o'lib ketgan. Bu kishiga ulamolar turli xilma-xil baholarni bergan. Ba'zilarning bahosi ijobiy, ba'zilarning bahosi bir xil salbiy. Lekin Abdullah ibn Muborak bu kishini bek hurmatlaydi ekan, chunki taqvo, ilmlik, bilimlik, shu fiqh masalalarda fikrini o'tkir, yorqin, go'zal bo'lsa-mu bu odam, lekin asar hadis ilmida bir xil ojizdi degandek baholar berilgan. Ba'zan masalan ojizdi, ba'zan masalan Imom Buxoriy rahmatullohi alayh o'zi zaifroq, hadis ilmida zaif deydi. Ammo ra'ylik odam degani fiqhga ijroqni ko'ralaydigan, fiqhiy ko'z qarashi o'tkir degan bo'ldi. Hamda hadis olimlari ko'proq bu odamni hadis ilmida zaif deb qaragan. Bir qism ulamolar bu Jahmiyati degan, bir qismni Murjiyati degan, hatto Murjiyalarning boshlaridan, cho'nglaridan deganlarmi bo'lgan. Ulamolarning xilma-xil baholari bu jihatda har xil. Bu kishi shu Balaxning qoziligini qilib, Hijriya 199-yili o'lib ketgan. Ammo o'z davridagi shu Hanifiy mazhabning ergash kuchlari va Hanifiy mazhabdagi kishilar bu kishini hurmatlaydigan, qadrlaydigan buyuklardan sanaladi.
Yani bu davrda ölüp ketken meşhur büyük zahitlardan Ma'ruf el-Karhi degan adam. Ma'rufning asli ismi Ma'ruf ibn Fayruz el-Karhi. Bag'doddagi büyük cho'ng so'pilarniki piri bu adam bo'ladi. O'zining taqvoligi, zoitlik bilan mashhur. Bakmo ilmlik emas, lekin nihoyatda kanqusoq, sehi, mardona odam ekanda. Bu odamda bir qism bir karomatning bo'lganligini bayon qilingan. Bo'lib Ibnul Javzi Musaffat Saffa nomli kitobida İmam Karxiyninki karomat bo'lganligini bayon qilib o'tgan. Aslida bu odam shu qadimgi shu asli iroqliklardan, nabtiylardan bo'ladi-da. Bundaqda arablashgan bo'ladi bu odam keyingi davrda. Asli İmam Karxiy Masihiy tug'ilgan, otasi xristian. O'zining kichik vaqtida islom dinini qabul qilgan. O'zining islom dinini qabul qilishi bilan ota-onasini shu dinga qabul qilishga, dinni akirishga sababchi bo'lgan. Ota-onasi musulmon bo'lgan. Chunki buning musulmon bo'lishida ayni vaqtida, kichik vaqtida ota-onasi bir pop tutib bergan. Pop o'ziniki xudolik e'tiqodida shuning uchi degan. Shuning uchinchisi degan. Bu yani Xudo Tangri e'tiqodidagi xristianlardagi bir xil e'tiqodiy qarashda. Lekin imom bu Ma'ruf el-Karhi bu kichik vaqtida yak yegani bir degan Xudoni. Yak yegani bir degan. Xristian uchinchisi degan. Bu popning ochiq kelib qattiq urib etgan buni. Urib etgandan keyin bu odam qochib ketib, ota-onasini bak piroqida kuyib yig'lab, "Voy qaysi dinga e'tiqod qilib, qaysi din bilan yashasa mayli, qaytib kelsijo" degan. Uzoq mezgillardan keyin ota-onasining qishig'iga qaytib kelgan. Sonra ishni cheksa, ota-onasi so'rabdi, "Kim o?" desa, "Ma'ruf" debdi. Yani balang demakda. Qaysi dinni yashaysiz bolam, biz islom dinida deganki, darhol musulmon bo'lgan dedi. Keyin masalan shu İmam Ahmadningki huzurida yashab, ahli sunniy va jamoa aqidasiga muhaddis, ya'ni ulamo, zoitlarga aylanganda bu odamningki islom tarixidagi ajoyib sarxil bo'lgan aloyidliklari, esil muomillari mashhur. Mesela mashhur so'zlardan dunyo 4 degan. Dunyo 4. Biri mal dünya, biri söz, bir uyku, bir taam. Bu dörtü haqiqiy dünya degan. Shuning uchun mal dünya haddidan oshqizdi, söz lahviga olib burdi, uyqu unuttirdi, taam bo'lsa odamni sug'urdi degan. Sug'urdi degani bunda shahvatni, gunoh ma'siyatni demakchi. Yana bir mashhur so'zi, Alloh taolo bir bandiga yaxshilikni iroda qilsa, amal qilish babını içip, yani emel qilishga muyassar qilib bu insonni quruq munoziradan bu odamni saqlaydi degan. Agar Alloh bandiga yomonlikni iroda qilsa, bu odamni emel qilishdan mahrum qo'yib, quruq jidal munoziraga tashlab qo'ydi degan. Mana o'ylashtirishga gapgina. Bu odamning nurg'un mashhur odamning yurakni titratadigan so'zlari bor. Kitobga murojaat qilish tavsiya qilaman. Bu adam Hicriye 200 yılı, miladi 815 yılı Bağdat'ta ölüp ketken. Kabrisi hazır kadar Bağdat'ta meşhur Şeyh Ma'ruf kabirsallık edi. Bu davrda ölüp ketken yeni bir büyüklerden İshaq ibn Beşir Mubtada namlı bir kitap var, tarih kitap. Şu kitaptaki muallifi. Bu adam özü Belah'da, Afganistan'da tuğulup Bukhara'nı vatan tutup yaşayan, şu Bukhara'da keyinki mezgillerde yaşayan. Şu devrdeki meşhur büyük ulamalardan bu adam bo'lapmamış. İslam tarihi münasebetlik rivayetlerle bekrek şug'ullangan. Yeni bir büyük bu devirde ölüp ketken meşhur zat İshaq ibn Furat degan kishi İmam Malik'ninki en büyük, en ulug' shogirdlaridan bo'ladi. Hem İshaq ibn Furat 204-yil ölüp ketgan Hijriye. Bu adam Misr diyarındaki faqisi, allamisi, Mısır'ın muhaddisi, qazisi İmam Malik'nin meşhur o'quvchisi bo'ladi. Fiqh ilmida imam degan nom bilan mashhur. Bundaqda bu o'z davridagi buyuk allomalardan sanaldi bu odam. Hatta İmam Şafii rahmetullohi alayhi shu ulamolarning ixtilofini, ya'ni xilma-xil fikriy ko'z qarashlarini, o'xshashmagan ko'z qarashlarini Ishaqdan bakrak bildigan odamni ko'rmagan dedi. Undaqda İmam Şafii'ning bu odamga bergan bahosi ulamolar turli baholarni berib,
İmam Malikning Muvatta nomli kitobida Ishaq ibn Furat bizga bir harfni tushirib qo'ymay o'qib bergan edi dedi. Yodiga kitob qaramay, yodiga bitta o'qib bergan edi dedi. Bu odam shu davrdagi mashhurlardan bo'lib shu davrda fiqh ilmida bekrak mashhur deb sanaladi. Yana bir buyuk Abu Amr Shaybani Lug'aviy, lug'atshunos, tilshunos. Bu adam 206-yili milodiy 821-yilda o'lib ketgan. Arab tili ilmida nəhayət məşhur tilshunos, grammatikçi sanıldı. Hatta hadisni rivoyat qilgan, hadis ilmida bu odamga ishonchlik degan baholar berilgan. Shariat qiziqqan, shariatni yaxshi biladigan buyuklardan o'zi Kupida yashagan. Tigi mesela Arab emas kelib chiqishi, lekin arablashganda. Chunki bu Shayban qabilasi bilan qo'shni yashag'achqa shuna bu Shaybani deb mushularga taba atalgan. Keyingi mezgillarda Kupidan Bag'dodga ko'chib kirib, shu Bag'dodda yashagan odam. Nurg'un ulamolarni ustoz tutgan Abu Amr ibn Ala deymiz. Buning shogirdlari bir-biridan sarxil. Mesela Imom Ahmad bu odamniki qo'lida o'qigan buyuklardan. Bu odamniki kitoblarda Mu'jamul Jim nomli bir kitobi bor. İlip tertib bo'yicha harf ilmi sanaladi bu. Lug'at, navodir, g'aribul hadis qatorliq tuga qidim kitob yozibdi. Asallarsi ota qidim kitob yozgankan, bu odamniki kitoblari nihoyatda bir-biridan shu tilshunoslikda sarxil. Yana bir buyuk Imom Malikniki shogirdlaridan Ashhab degan kishi. Ashhabning ismi Ashhab ibn Abdulaziz al-Qaysi. Qaysi deganda shu arablarning Yamanning Qays qabilasidan ekanligi chiqib turdi. Bu kishi ayni vaqtdagi shu Misrdagi Maliki mazhabdagi eng mashhur faqih. Asl ismi Miskin ekan. Miskin deganimda bir xil yiqimsiz ism bo'lg'achqa buni Ashhab deb laqab qo'yib qo'ygan ekan. Bu odam hijriy 204-yilda o'lib ketgan. Misrning ayni vaqtdagi muftisi. Shunaqla Misrning iqtisodiy kirim chiqim ishlariga mas'ul bo'lgan Misrning iqtisod vaziri bo'ladi bu odam. Bu odamning ustozlaridan mesela Imom Malik, Lays ibn Sa'd qatorliq buyuklar, shogirdlarimi bir-biridan sarxil. Hatta bu odamning ilmi keng mezgillarda hozirgi Ispaniya, qadimgi Andaluslargacha berib tarqalgan. Hatta İmam Şafii Misrga kelgan vaqtda bu ishga uchrashgan. İmam Şafii Misrda Ashhabdek bir faqih odam yo'q. Amerika onun sal tentaklik bor deb qo'ygan. Balki mush gapni anglagan bo'lsa kerak. İmam Şafii'ga secdesi turib beddua qilgan ekan. O'lib ketsin bu deb. İmam Şafii'ga boshqalar yetkazibdi-da, "Sana shu o'lib ketsin" deb duo qilyotdi desa, bu vaqtda she'r yozgan İmam Şafii. İmam Şafii shu o'lib ketdi shu mezgilida. O'lib ketgandan keyin İmam Şafii o'lib ketib 18 kundan keyin bir oyga yetmagan ahvolida bu Ashhabmi o'lib ketdi ekan. Bu belki Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki bir hadisi var. Sen bir qarindishingga nima deb duo qilgan bo'lsang, farishtalarmi sanga shu qarindishingga duo qilgandek duo bo'lsin, tilaklaring bo'lsin deb duo qiladi degan. Balki shuniki mo'jiza bo'lsa kerak isboti. İmam Zahabiy rahmatullohi alayhi bu voqealikka ilova qilib, qo'shimcha qilib, İmam Ashhab İmam Şafii'ga duo qilibdi. Bu davrdagi tangtushlarniki so'zi. Bular bir-birida tangtushlarning azroq hamdashlar bir-biri bilan bir nafrat qichishli bo'ladi. Buningga ham rahim tilaymiz, buningga ham rahim tilaymiz. Ishkilisini Alloh gunohini mag'firat qilsin. Bundan avval nayt keng chiq bo'lib turdi bunda avvallar deb shunaq baholarni bergan. Yana bir buyuk Iroqningki ayni davrdagi mashhur faqihsi Hasan ibn Ziyod degan kishi. Bu İmam Şafii'ninki shogirdi bo'ldi. O'zi shu davrda Iroqningki allomasi Bag'dodda tushib, shu Bag'dodda yashagan, fiqh sohasida bu odam bir kitob yozgan. Fiqh sohasida shu davrningki to'ri sanalgan odam bu. Shunaqla nihoyat kam tepiladigan nodir zaki ziraklarniki bir bo'lib, qozilik mansibi bilan shug'ullangan. Bu odam men Ibn Jariy degan olimdan 12 ming hadis yozdim. Bu hadislarning hammasiga yani faqih odam muhtoj bo'lgan hadis, yani fiqh munosabatli hadis demakchi. Bu odamniki zoitligidan mesela o'zi qanday kiyim kiysa, ash qimmatbaho kiyim bo'lsa-mu, o'zining qullarga shu kiyimni kiygizadi ekan. Hatta men 40 yil mayli qunay, mayli uxlay, mayli yatay,
kitap oldimda yoki maydam qo'yaqliq degan. Undaqda bu xili kitap xuma ulamo ekanda. Bu odamni ham lo'im deymiz. Lo'im degan marvoychi degan bo'ldi. Chunki bu odam shu davrlarda marvoychilik bilan shug'ullangan ulamo. Shu davrdagi yana bir buyuklardan Hammad ibn Usama degan kishi o'zi Kufilik, Kufida yashagan. Bu kishi Ma'munniki davrida o'lib ketgan. Hamda ulamolar bu kishi bahavaga vaqtida ilmlik odam edi, hofiz edi, mazmut edi degandek baholarni yog'dirib o'tgan. İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi yaxshi baholarni bergan. Bu odam 201-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi shu davrdagi donglik muhaddislardan sanaladi. Nurg'un ulamolardan hadis rivoyat qilgan. Bu odamning shogirdlari bir-biridan sarxil. Masalan, İmam Ahmadlar, İmam Shofiylar, bayatimiz biz aytgan tarjimonini o'qigan Abdurrahmon ibn Mahdiylar mush adamniki shogird bo'ldi hadis ilmida. Hamda ulamolar bu kishi bahavaga vaqtida rostchil edi, ishonchli edi, shu hadis ilmida hakim edi degandek baholarni yog'dirib o'tgan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuklardan Ruh ibn Ubad degan kishi, kunyasi Abu Muhammad nom bilan mashhur. Bu kishi o'zi Basrda yashagan, Basrlik mashhurlardan. Shu davrdagi ishonchlik, nayt katta büyük muhaddislardan sanaladi. Asliga o'ziniki kasbi qog'ozchilik kasbi bilan shug'ullangan odam. Hatto ba'zi vaqtlarda mesela hammolliqlarni qilgan, hamda ulamolarning hayotiga qarasak nayt tez, qiyin turmuşlarda yaşagan. Ama lekin hadisni ko'p rivoyat qilgan rostchil buyuklardan. 205-yil o'lib ketgan bu kishi. Yana bir buyuk Zayd ibn Hubab degan kishi. O'zi Xurosonlik degan kelib chiqishi, keyin ko'plarda yashagan. Bu kishini shu Hafiz degan mazmunda. Shu davrdagi mashhur hadis rivoyat qilgan raviylardan Hijriya 130-yil tug'ilib 203-yili o'lib ketgan. Ustozlarim bir-biridan sarxil, shogirdlari bir-biridan sarxil. Masalan, İmam Ahmad shogirdlari bo'ldi bu odamniki. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida hadislar yaxshi, yaraydi degandek mazmunlarni, baholarni bergan bu kishiga. Bu hadis ilmi bilan shug'ullangancha, ilm bilan shug'ullangancha hayoti nayt g'urgul, turmuşuna bayashat bulmagan. Hatta Ali ibn Harbi Tayi degan bir muhaddis deydi. Biz Zeyd ibn Hababning qishiq kelgan edik deydi. Avvalda qirgan bir necha o'quvchi birga kelgan o'xshaydi. Kiydigan kiyimi yo'q, bizning qishimizga chiqolmagan deydi. Eshikni taqab qo'yib, shu eshikdan keyin bizga hadis so'zlab bergan. Alloh rahmat qilsin bu kishiga deb, shu baholarni bergan zoidlar. Dinimizning bizga yetib kelish uchun nayt zo'r bedel to'langan. Yana bir kishi o'lib ketgan shu davrda Abu Davud degan kishi. Abu Davud tayolisi Hijriya 204, milodiya 819 o'lib ketgan bu odam. Ayni davrdagi nayt puxta, nayt muntazam muhaddislardan sanalgan. Kelib chiqishi Paris qavmidan, Basrda yashagan, nurg'un shaharlarga berib, shu yerdan hadis o'rgangan. Hatto 1000 odamdan hadis o'rgangan deb, hadis yozgan deb deydi. Shogirdlari mesela İmam Ahmed, Ali ibn Medini nayt meşhur büyükler shogirdlari bo'ldi bu odamniki. Hatta bu odamniki yozgan kitoblarida maxsus bir kitobda Musnad Tayolisi deb yozilib qoldirilgan. Bu odam keyin Basrda o'lib ketgan bu kishi. Ulamolarniki bu odamga bergan baholari nayt sarxil. Lahjisi eng rostchil, samimiy, ishonchli deb bunda güzel baholarni bergan. Hadislar ko'p ishonchli degan baholarni bergan. Yana bir buyuk alloma G'ozi ibn Qays degan kishi. G'ozi ibn Qays Hijriya 199-yilda o'lib ketgan. Andalusniki, Ispaniyaniki dongli qorisi ham faqih muhaddis sanaldi. Hem İspaniyada ilmni taqatgan odam Andalusda. Ayni vaqtida shu Ispaniyaniki hozir Qurtubada tug'ilib, keyingi mezgillarda shu Mashriqqa kelib, masalan, O'rta Sharqqa İmam Malik'te Muvatta'ni anlagan bu adam. Anlab o'rgangan. Nafi degan olimda Qur'on ilmini o'rgangan Madinaga kelib. Keyin Andalusga qaytib, hozir Ispaniyaga. İmam Malikning Maliki mazhabini taqilishiga bu adam nayt zo'r tuhfalarni qo'shgan va shundaqla İmam Malikning Muvatta nomli hadis kitobini o'shaga tunji qatim ekirgan odam hisoblandi.
Ulamalar bu kişi baha vergan vaqtida ulug' shaxs, aqlli shaxs, masalalarni yaxshi biladigan faqih, Qur'on ilmida rahbar, Qur'onni nayt ko'p o'qiydigan, kechalarda tahajjudni tashlamaydigan, fozil adib, ishonchlik, omonatdor degandek baholarni yog'dirib o'tgan bu kishiga. Bu odamning ikki bolasi bor ekan, Abdullah Muhammad deb. Shu davrda shu tilshunoslik, arab tilshunoslik, Qur'on ahli, Qur'on ilmini nayt yaxshi biladigan bolalarni qoldirgan ekan. Bu odam hayoti shunaqa degan ekan. Men hayotimni yolg'on aytib boqmadim. Xuddi Umar ibn Abdulaziz shunday degan, men hayotimni yolg'on aytib boqmagan. Mayli faxrlanib, mayli riyo qilib demedim bu gapni. Men ham da ashunga o'xshash faxrlanib, riyo qilib demayman. Xaq mush gap agasin deb deyman, lekin men juyingan vaqtimdan tortib men yolg'on aytib boqmadim deydi. Ya'ni balog'at ketgandan beri demoqchi. Yana bir büyük allama şu davrda o'lib ketgan Abu Sulayman ad-Darani, asli ismi Abdurrahman ibn Atiyat ad-Darani deymiz. O'zining ayeti meşhur zahid taqvolardan Hijriya 3-asrda yashagan tasavvuf büyüklerden bo'ladi. O'zi shu Damashqdagi Dariya degan bir yez qishloqidan shu Darani deymiz. İmam Zahabi rahmetullohi alayhi bu odam nisbatlagan vaqtida shu davrdagi zahidi eng cho'ng büyük imam deb nisbatlagan. Hijriya 140-yil tug'ilib, Hijriya 215-yilda o'lib ketgan. Bu kishining kimi nayt nurg'un ustozlar bor, masalan, shogirdlar bor, bir-biridan nayt sarxil. Bu odamning mashhur so'zlaridan odamning qalbini dunyo chirmagan vaqtida oxirat bu yerdan asta ko'chib ketadi degan. Hatto seni Xudodan mashg'ul qilgan mol dunyoring bo'lsin, balang, oila tavobating bo'lsin, hammasi sana shumdir, shumliqdir degan. Bu odamning yana bir mashhur so'zlaridan odamning qalbi to'ygan vaqtida dodlashidi degan. Yana bir büyük mashhurlardan Ali Rizo Musa Kazim degan kishi. Musa Kazimning o'g'li Ali Rizo degan bo'ladi. Bu kishi payg'ambarimizningki oila tavobatdan, ya'ni Ali ibn Abu Talibniki bolalardan bo'ladi. O'zi Madina tug'ilgan. Keyingi mezgilda Tus hozirgi Nishapur İmam G'azalining jufti shu yerda o'lib ketgan. Bu shiyalarniki nazarda bu odam 8-imom deb sanaladi. O'ziniki ota bobolar ajdodlardan yiroq bir shaharda dafn qilingan. Bu odam endi Madina tug'ilgan bo'lsa-mu, keyingi mezgillarda Xurosonga ko'chib ketgan. Chunki buning sababi bo'lgan xalifalardan shu vaqtda nurg'un besimlar bo'lgan. Hozirgi shu Mashhad deydigan yeri bor. Shu Mashhad degan o'sha odamniki ismi bilan atalgan bo'lishi mumkin. Mazar degan bo'ldi. Hamda ba'zilar Ma'munningki qo'lida zaharlanib o'ltirilgan deguvchilarmi bor. Ammo chunki Ma'mun bu odamga xilofatni o'tnab bermoqchi bo'lganda boshqa Abbosiylar jamiyatiga qarshi chiqqan. Balkim shu tufaylidan zaharlagan bo'lishi mumkin, vallohu alam. Bu zatningki hayotiga munosabatlik nurg'un qissa voqealiklar to'lgan, ya'ni kitoblarga murojaat qilish to'g'ri keldi, qadimiy tarixiy kitoblarga. Yana bir büyük zat shu arab tilshunosligining peshvosi al-Farra, ya'ni Yahya ibn Ziyad al-Farra, Abu Zakriya deymiz. Bu odam Farra nomi bilan mashhur hamda. Chunki Farra deyishda hamda so'zni bir xato so'zlagan bo'lsa bir odam shu so'zni davomli to'g'rilab ma'noganda shu Farra, to'g'rilovchi degan bo'ladi. Bu odam o'zi Kufada tug'ilib, Bag'dodda yashagan, Bag'dodda tug'ilgan asosida. O'zi Kufada yashag'achqa hamda Kufadagi arab tilshunosligi bo'lgan ilm ko'p taraqqiy qilgan bu o'rinda. Shuni hamda Kufa ayni vaqtida shu so'pilarning, tasavvufchilarniki, zoidlarniki bir o'rni. Bu muhit bu odamga ta'sir qilib, hem taqvolikda hem arab til ilmida xili futuq qozongan, ko'zi ko'ringan bir shaxsga aylangan. Buniki cho'lponligi mashhur bo'lgandan keyin shu arab til grammatika ilmining Bag'doddagi ayni vaqtdagi peshvosiga aylangan bu odam. Bu odam arab til grammatikasida hamda Kufa iqlimini yoqlaydigan mashhur buyuklardan. Hijriya 207-yili, ba'zilar 215 debdi. Demek 207 o'lib ketganligi bakrak xotirlangan. Yana bir büyük zat Qutaybet ibn Mihran degan kishi. Bu odam shu qorilardan qiroat ilmini rivoyat qilish bilan mashhur.
o'zi Ironning hozirgi Asbahandin ham hadis rivoyat qilgan uning ustiga hadislari maqbul shakldagi muhaddis. Endi imola deyishlik sababimda imola shu qiroat ilmidagi bir xil shakl tajvid munosabatlik shuni shu sahibul imola deb sifatlagan bo'lishi mumkin. Undan boshqa buyuklarning Quturub nahviy degan kishi, ya'ni Quturub degan shu davrdagi grammatikashunos ulamolarning biri. 206-yilda o'lib ketganligi xotirlangan. Hamda bu odam o Sibaviyniki shogirdlaridan bo'ldi. Sibaviy imom sanaladi arab tili grammatikasida. Kechar kunduz ishkini oldida qo'nab yetib o'rgatgan. Bu odamni nimashqa Quturub deb qo'ymaymiz desak, asli ismi Muhammad bu odamning ismi. Bu Sibaviyning ishkini oldidan ketmay ustozning uyidan. Kechar kunduz aşağı yetib oldi ekanda, turib oldi ekanda. Voy sen bir kechida Quturub kelsa deb shuninglar mashhurlar buni Quturub deydigan bo'lgan. Quturub degan bir kichik bir hayvon hamda jim turmaydigan, to'la harakat qiladigan bir hayvon hamda. Jim turmaydigan. Shunga mushtaq sifatlarni bergan. Ba'zilar küçük deb hamda. Yana bir büyüklerden İmam Vaqidi rahmetullahi alayh Hicriye 130 doğulup 207-yilda o'lib ketgan. Ya'ni milodiya 823-da o'lib ketgan vaqti. İsmi Muhammed ibn Umar ibn Vaqidi Sahmi al-Vaqidi deb. Bu İslam tarixidagi nihoyatda büyük tarixshunoslardan. Hem hadis rivoyatini nihoyat ko'p qilgan. Bularni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalarning hayotiga munosabatli shu islom tarixining dastlab bosqichidagi kishilarning hayotiga munosabatli xabarlarni nihoyat yaxshi biladigan. Bu odamniki Mag'azi nomli bir kitobim bor bu jihatda. O'zi Madina tug'ilib, keyingi mezgillarda Iroqda yashagan bu odam. Ulamolar bu kishiga shu hadis ilmiga bo'lgan ko'z qarash bo'yicha zaif, ojiz degan baholarni bergan bu jihatda. Chunki bunday bo'lishda bu odam shu rivoyatlarniki urug'simiz yaxshi yomon deb armay hammani tang yig'ib rivoyat qilib yozg'achqa shunga bu odamga bu baholarni berib qo'ygan. Hatto boshqa ulamolar anglamab boqmagan, bilib boqmagan hadislarni bildi ekanda, hatto ayni vaqtida Ali ibn Madina deganda dadasining Ali ibn Madina Vaqidida men 20 ming hadisni angladim, boshqa odamdan anglab boqmagan deb. Shuning uchun bu odamdan ajoyibat, g'aroyibat, ya'ni bildigan narsa jiq bo'lg'achqa boshqalarga qaraganda shuni sal gangrab qilibmi zaif deb qaragan. Ammo lekin tutilish qobiliyati nihoyat zo'r, nihoyat hofiz. Bular İmam Zahabi rahmetullahi alayh shu tarixni nihoyat yaxshi biladigan odam deb sifatlagan bu odamni. Chunki İmam Vaqidim deydiki, mening yozgan narsamda yodlagan narsam ko'p deb. Avvalda qaraganda yozgan kitoblarim yo'q. Avvalda qaraganda shu hibzi quvvati nihoyatda kuchli bo'lsa kerak. Hamda Bag'dodning qozisi bo'lgan ayni vaqtida. Shuning qarag'an vaqtida bu odatli odam bo'lmasa kerak. Bir qism kishilar buni masalan siqa, ya'ni ishonchli deb baholarni bergan. Bir qism kishilar bu zotda hamda ishonchli odam degan baholarni bergan. Bu odamning nurg'un kitoblari hozir qadar beslig'liq masalan Payg'ambarimizning tarjimali tarix deymiz, Afrikaning fath qilinishi deymiz, qatorliq. Yana bir shu davrda o'lib ketgan buyuklardan Ma'mar ibn Musanna degan kishi Hijriya 209, milodiya 824 o'lib ketgan. O'zi shu davrdagi tarixchi, lug'atshunos, adib. Bu odam shu Basrda tug'ilib, Basrda o'lib ketgan. Nurg'un shaharlarga borgan, masalan Bag'dodlarga borib shu yerda ilm o'rgangan. Shu ayni davrdagi büyük allame lug'atshunoslar bilan belgi tushaylikdek darajadagi buyuklardan. Arablarning jahiliyatlik turmushini, Arablarning tarixini nihoyat yaxshi biladigan. Amaliyot bu odam ayni vaqtida shu Parisdagi bir yahudilarniki bolalardan bo'yoqchilik bilan shug'ullangan. Keyin islom diniga kirgan va shunaqlar Ar-Rashdagi davrda buning danqi chiqib Bag'dodga yondirak kelgan. Shu bir qism ulamolar bular ismoillar bu kishini sal aybladi o Yahudining bolasi degandek. Ama İmam Cahiz mesela baho berib, dunyoda buningdek shu davrda olim odam yo'q deb baho bergan bu kishiga. Hatto İmam Zahabi rahmetullahi alayhi bu odamni dengiz deb sifatlagan ilmda.
Hem de başka ilimlerde deniz bosma, lekin Kur'an bilen hadisni yaxshiroq bilmaydi deb sifatlagan ama. Bu adamın ikki parçada kitap yazganlık hatırlanıptı. Lug'atshunoslik, Kur'an, hadis, türlü tarix meselelerde. Bu adam Araplarni bek tanqidlaydigan adam ekan. Belki milletçi deb sifatlangan bo'lsa kerak, deganda Paris emasmi? Milletçi deb sifatlangan bu. Şuna jinazamızga odam kelmabdi. Şu ayni davrda Araplarning kam ayib nuqsonlarini ko'p sanab kitob yozgan odam ekan. Hatto Abu Nawas bu odamni lavvat edi, hazilkashdi deb bundan tanqidlagan. Nauzubillah. Bu adamın yazgan kitapları bek jiqa. Ermeniyanın fethisi deymiz, Araplarning ayib nuqsonlari deymiz, Araplarning tarihi deymiz, Peygamberimizin o yollarının isimleri deymiz. Şairlar tepkisi deymiz. Nayet nurgun kitapları var. Yani bir büyük allame bu devirde ölüp ketken. Nezir ibn Shumayl degan kishi. Bu kishi 203 yil ölüp ketken Hicriyaniki. Bu kishi nayet ko'p hadis rivoyat qilgan faqih ham qozi, lug'atshunos bo'ldi. Bu adam Türkmenistan'daki Merve'de tug'ilib, Basrada yashab, keyin Xorasonga ketib, Nishapurda tug'ilgan bu adam. Araplarning shu qabilalari ichiga kirib, Arap tilini nayetdi jildizidan o'rgangan büyüklerden. Ustozlar nayetdi ko'p bir-biridan xil. Mesela İshaq ibn Rahoviy deymiz, bu adamning ustozlari bo'ladi. Nurg'un odamlardan bu adam hadis o'rgangan. Xorasonda ham hadis ilmini taqatgan, bular Türkmenistan'da taqatgan büyüklerden. Zahid o'tgan, turmush nayet g'urgul o'tgan. Halif Ma'mumlar bu ikkisiniki nayet do'stan aloqalarmi bo'lgan bu jihatda. Yani bir büyükümüz Seyyid Nafisa bintul Hasan Hicriya 8. yıl ölüp ketken. Peygamberimizin oil tavabatıdın. Zahidlik olan meşhur bu ayol. Hem de Mısır'daki Kahire'de Seyyid Nafisa camisinde bir meşhur bir cami var. Bu ayol özü Mekke'de tug'ilgan aynı vaqtida, Mekke'de tug'ilib, keyingi mezgillarda müstazisi mesela Medine'ye ko'chib borgan. Bundan keyin o'zining oil tavobati bilan Misrga ketgan. Shu Misrda o'lib ketgan. Shunga hozir Misrda, qabrisi Misrda. Ham Medine'dagi vaqtida ham dadasi bilan kunda agishib 5 vaqtiga yaram uchirib, yaramda hadis ilmini, fiqh ilmini o'rgangan. Shunga bu Nafisatul ilim deb sifatlagan. Nafisatul ilim. O ilimninki nafisi deb. Bu aşı to'y qilishdan burun katta olim bo'lib bo'lgan bu qiz. Bu Medine'de Mısır'a borgan vaqtida Misrliklar shu xili uzoq yo'llarni besib kutib olib chiqib ekan, bu Rasulullohning oil tavobat keldi deb. Misrga borgandan keyin Misrliklar to'liq urulib, bu ayol shikoyat qildi ekanda, men endi kundalik qildigan ibodatim bek chekinib ketdi. Men bir ojiz ayol. Men müşahede turay deptim, lekin men cho'ng dadamningki shahriga, Ravziga, Madinaga bir qaytib ketdisam, Misrliklar bek endish qilib, qo'rqib ketib, qaytib qo'ymagan deydi. Misrning shu vaqtdagi valisi bu ishga aralashib, bu ayolning turmushini kapolatga ega qilib, bo'libdi haftada 2 kunlam kishilar ziyorat qilsin, ilm o'rgatib qo'ysalar deb, shu majburiy yo'sinda Misrda ep qolgan. İmam Şafii Mısır'a borgan vaqtida bu ishlarning aloqasi xili yaqin ekan. Chunki bular bir avlod, bir jamoatdan bo'ldi İmam Şafii bilan. Hatto İmam Şafii o'zining darslariga borgan vaqtida kunda shu etiganda bir kechdi bir yo'qlab, duo ilib, hatto men o'lib ketsam bir namozimni o'qib qo'ysalar deb vasiyat qilgan deydi. Hatto İmam Şafii o'lib ketgan vaqtida shu Seyyid Nafisaning ishqining oldida to'xtagan jinoza. Shu yerda İmam Şafii'ga bergan vasiyati bo'yicha İmam Şafii'nin namazını, cenaze namazını okuyan bu ayol üzeyekke. Bu anımız hem de İslam tarihinde ötken büyük zahid takvalardan sanıldı. Yani birisi Kufiliklerindeki en meşhur grammatik alimi Hişam degen kişi. Yani biri El-Yazidi degen kişi. Hem Yazidi'nin ismi Muhammed ibn Abbas degen kişi. Bu adam Hicriye 300. Ma Yazidi başka iken ama Muhammed ibn Abbas degen. Lekin Ma'munning davrida o'lib ketgan bu Yazidi bo'lsa, Yahya ibn Muborak Yazidi nomi bilan mashhur. Hicriya 2 yil o'lib ketgan Basrlik grammatikanshunos, ayni davrdagi donglik lug'atshunos bo'ladi arab tili ilmida. Bu odamniki Navodir nomli kitoblari bor.
Bag'dodda yashagan, Bag'doddagi nihoyatda buyuk ulamolarda o'qigan shu davrda. Yana bir buyuk Yazid ibn Harun degan kishi Hijriya 206-yilda o'lib ketgan, milodiy 821. Bu kishimi islomning shayxi deb ataldi. Tabiiy tobillar ichidagi muhaddislardan nurg'un hadislarni yodlab ulamolardan o'rgangan va boshqalarga o'rgatgan. Ulamolar bu kishi baho bergan vaqtida bunday odamni surishti qilib jurmaymiz, rostchil, ishonchli degan baholar bu odamga yog'dirilgan. Hatto bu odamniki so'rinda hadis o'rgangan vaqtida ba'zida 70 ming odam qatnashganligi xotirlangan. Odam o'z davridagi shu sunnat, hadischilik ilmining ahli sunnat va jamoaning peshvosi sanaldi. Yana bir kishi Yaqub ibn Isaq al-Hazrami degan odam. Bu 10 xil qiroat va Qur'on ilmida bu 10 xil qiroatdagi bir qiroatniki sahibi bo'ldi. Bu odam tug'ilishidami, o'lib ketishidami shu Basrda o'tgan. Shu Basrning ayni vaqtidagi mashhur imomi qorilardan. Arab tilshunosligida, arab adabiyotida hali buyuk oilalardan sanaldi bu odam ayni vaqtida. Yana bir kishi Abdurzaq dedi. Bu yerda qaysi Abdurzaq ekanligi bu yerda xotirlanmabdi. Ammo bu balkim Abdurzaq ibn Humam San'ani bo'lishi kerak. Balkim bu kishi Hijriya 211-yilda o'lib ketgan. Bu davr yani Ma'munniki davri bo'ldi. Bu odammi ayni vaqtidagi mashhur buyuklardan. Bu odam o'ziki Yamandan San'ada o'tgan. Qur'on tafsirul Qur'on li San'ani deb kitobi bor. Bu kishimi shu davrdagi Yamanning mashhur hadisshunos muhaddislardan 17 ming don hadisni yod bilganligi xotirlangan. Hatto Imom Ahmad rahmatullohi alayhi shu Abdurzaqdan hadis o'rganma deb o'sha Abdurzaqdan qishiq qarab safarga chiqqan, lekin yo'lda bir ofatga uchragan bu odam. Shunda bo'lsa-mu yana ishki to'gini kiralab shu Abdurzaqdan qishig'i berib ishkini chekkanda ishkini qattiq chekkan ekan, ishki vaqilgan odam ish xizmatchisi ishkini bunda chekma shayx unda bo'lmaydi degan. Imom Ahmad ishkini oldida tura quyosh kun chirib ketganda Abdurzaq chiqib Imom Ahmadni quchoqlab so'yib Imom Ahmad so'raydi, Abdurzaq javob berdi bilgan hadislarni. Imom Ahmad yozdi, qorong'ulab ketdi. Chiroqqa kelib chiroqni yezib bo'la. Demak, bu hadis ilmida shundan ayt ko'p tuhfalarni qo'shqonlik chiqib turdi bulardan. Yana bir buyuk kishi Abul Atahiya degan kishi. Abul Atahiyaniki asli ismi Ismoil ibn Qosim al-Anzi. Arablarning o'sha Anza qabilasidan bo'ladi bu odam. Bu odam shu ko'pida yashab, ko'pida aytdim shu o'zinki talantınınki bağlıqını bilgenliğin keyin elimi bo'lgan qiziqish eshib, ayni vaqtda kichik bir savdoga aylanmoqchi. Keyin Bag'dodlarda yashab, xalifalar bilan munosabat o'rnatib, shoir, adabiyot qatorliq pallarda hali ko'zi ko'rmagan. O'zinki yosh vaqtida masalan o'yin tomoshaga berilgan pasg'iroq hayotni kechirgan bo'lsa-mu, o'zinki keng mezgillarda zoitlik yo'lini tanlagan. Dunyoning huzur halovatini, o'yin tomoshani tashlab, o'limni eslab, kishilarni shu o'limga bo'lgan eslatishni elib berish bilan birga bu odam zoitlik yo'lini tanlagan. Hatto dunyodan voz kechib shoirlikni tashlagan vaqtida Harun Rashid bu odamni so'lab, sen she'r to'qiysan. Chunki bu shu ayni davrdagi mashhur shoir bu. Harun Rashid ona so'lab, oxirida buni yana shu she'r o'qishga, she'r to'qishga ma'qul kelganingizda turmda qo'yib bergan. Bu zotningki 213-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Keng mezgildagi she'rlarning ko'pinchisi shu oxirat yo'lini tanlash, dunyoning huzur halovatidan voz kechish degandek ruhiyat mazmunlari aks etgan she'rlarni ko'p yozgan. Yana bir buyuk alloma bu davrda o'lib ketgan Asadus Sunna degan kishi. Asadus Sunna degan sunnatning sheri degan bo'ldi. Bu laqami bu kishiniki. Asl ismi Asad ibn Musa. O'zi Umayyalar jamoatidan Qurayshlarniki. Hijriya 213-yili, milodiy 827-yili o'lib ketgan. Eng shenjilik muhaddislardan. Misrda yashab, shu Misrda o'lib ketgan. Chunki buningki cho'ng dadasi Ibrohim ibn Valid
nima Umayyalarniki bir xalifasi bo'ldi. 2 oy hokimiyat tutganda. Buni Marwan ibn Muhammad ilib tashlab etgan. Yani demak, bu shu Umayya jamoatidan kelib chiqqan, yetishib chiqqan muhaddis bo'ldi bu odam. Bu odam Basrda tug'ilib, keyingi mezgillarda shu Misrda yashagan. Bularning jamoatining davlati, Umayyalar davlati yiqilgan yilnisi tug'ilgan bu odam. Keyin cho'ng'ilib, o'sib yetilib, nurg'un ilmlarni o'rganib, kitoblarni yezib qoldirgan. Bu Zuhd nomli kitobi mashhur. Bu odamning ustozlari bir-biridan xil, masalan Shobat ibn Hajjaj deymiz. Shogirdlarmi bir-biridan sarxil. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bu kishining hadislari mashhur degan. Bir qism ulamolar ishonchlik deb shunaq degan. Yana bir büyük allama Abu Asim Nabil degan kishi. Abu Asim Nabilning asl ismi Zahhak ibn Muxlit nomi bilan mashhur bo'lgan. Bu kishi 212-yil o'lib ketgan hijriyaniki. Ayni davrdagi mashhur hadis rivoyat qilgan ulamolarniki bir sanaladi. Mekkada tug'ilib, keyin Basrada yashab, shu Basrada joy tutib, Basrada o'lib ketgan bu odam. Endi Abu Asim ham da tabi'lar qatorida. Bu odamning ulamolar ishonchlik, bu hifz quvvati nihoyat mashhur deb bu odamning maqomining ustunligiga asosan ittifoq kelgan. Ammo lekin bak chaqchaqchiroq odam ekan. Demak, bu odamga o'sha o'z davriniki ishonchlik faqih ulamolardan sanaladigan buyuklardan. Kitoblarga murojaat qilsak, bu odamning ustozlarimi yomon ko'pkan, shogirdlarimi yomon ko'pkan. Bu mushunchalik to'xtalaydi bu odam haqida. O davrdagi yana o'lib ketgan mashhur buyuklardan Faryabi degan kishi. Faryabining asl ismi Muhammad ibn Yusuf Abu Abdullah nomi bilan mashhur. Hijriyaning 212-yilda o'lib ketgan. Yani demak, men bundan davri bu kishimi shu ahli sunniy vel jamoa aqidasidagi kishilarning nazarida eng büyük muhaddislardan sanaladi. O'zi Kufada yashagan. Hatta İmam Ahmad ibn Hanbal bu kishidan hadis yozgan. Demak, İmam Ahmad ibn Hanbal bu odamniki shogirdlaridan sanaladi. Hem de İmam Buxoriyning katta büyük ustozlaridan bu odam. Falastinda yashab, keyingi mezgillarda Falastinda o'lib ketgan. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtda, masalan İmam Zahabi rahmatullohi alayh, islomning shayxi, hofiz, imom degandek baholarni bergan bo'lsa, boshqalar hofiz, obid, shenjilik degandek baholarni bergan. Yana bir büyük allama shu davrniki Abdulmalik ibn Majishun degan kishi. Abdulmalik ibn Abdulaziz deb nom bu. Asli Madinadagi ayni vaqtdagi muftisi. Dadasi Abdulaziz bo'lsa, Imom Malikniki tang tushlaridan. Abdulmalik o'zining fasohatlik, faqih odam bo'lib, Imom Malikdan ilm o'rganib, Imom Malikniki ilmini o'z davrida shu Mag'rib tarafliga, Misr tarafliga taqatgan. 213-yil o'lib ketgan. Hamda ulamolar baho bergan vaqtida Madina ahlining muftisi o'z zamonida tili o'tkir, faqih edi. O'z zamonida fatvo mushadamning qishida cho'gilab yuribdi. Dadisidan o'zidan burun dadisi mashta mufti dedi. Bu odam endi o'zinki oxirgi umrida qarg'ulab qolgan debdi. Ba'zilar shu yosh vaqtida ham qarg'u edi deb shunaq debdi. Bir qism ulamolar debdi. Bu tuproq Muşu İbn Majishunning tilini yeb ketdi ha. Mushning qarab, mush dunyo ko'zimga arzimas dedi. Nimishqa deganda İbn Majishun dunyoda misli tepilmag'idek darajadagi fasih natiqlardan, fasohat egilari. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchlik o'zi dengiz deb mana sifatlarni bergan bu kishiga. Yana bir o'lib ketgan mashhurlardan Abdullah ibn Abdul Hakam degan kishi. Bu zatmi 214-yil hijriyaniki, milodiy 829-yilda o'lib ketdi. Misrdagi dong'liq Maliki mazhabniki faqihsi sanaladi. Bu odam o'zi xili shu vaqtida e'tiborli, mo'tabar, mol dunyosi qilib ko'p odam ekan olimlar ichida. Shunlashqa Imom Shofiy shu Misrga kelgan vaqtida 1000 dinar pul bergan dedi. 1000 dinar degan 1000 misqal oltin, bek cho'ng gap bu. İmam Malik, Lays ibn Sa'dlar bu odamniki ustoz bo'ladi. Hamda ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida buningdek aqlli odamni ko'rmagan to'q debdi ulamolar. Yana bir büyük mashhurlardan Abu Zayd al-Ansari degan kishi. Abu Zayd al-Ansarining asl ismi Sa'id ibn Aws degan. O'zi Ansarlarning Hazrat qabilasidan bo'lganqa, shuni Abu Zayd al-Ansari deb atalgan.
Bu adam Hicriye 215-yil o'lib ketgan. Bu adam o ayni vaqtdagi shu tilshunos, adabiyot sohasidagi mashhur buyuklardan. Amerikan endi bu kishini hamda sal taqdirchiti debdi. Amerikan rivoyatlari shanjik deb sifatlagan Ibn Xallikan. Hatta dağınlıq büyük Allame Esmai'mi qışığı kelib başlarına söyüp oldida o'tirib 50 yildan beri sen bizning rahbarimiz, xo'jimiz deb bu odamni sifatlaydi dedi. Avvalda qaragan vaqtida Esmai hurmatlab ezilgan qaragan vaqtida bu odam shu davrniki yutuqlardan bo'z kerak qili. Bu odamning tarixda nurg'un kitoblarni yozganligi xotirlangan. Bo'libmi ko'pdir asosan shu arab tiliga munosabatlik edebiyat münasebetlik mezmunlar. Yani bir büyük Allame İmam Esma'i. İmam Esma'i'ninki asli ismi Abdülmelik ibn Qarib degan kishi. 216-yil o'lib ketgan Hijriyaniki milodiya 831. Bu shu Arab rivoyatchisi. Arab tilining ayni vaqtdagi Arab tilshunosligi, Arab she'riyatining imomi sanaladi bu odam. Nurg'un shaharlarni oralagan ilm o'rganish uchun. Bu odam tug'ilishi, vafot tepishi Basirda. Bo'libmi arablarning yezi qishloqlariga, sahrolarga berib, shu yerda arab tilini o'rganib kelgan. Keyingi mezgillarda bu xalifalar bu odamning qishig'i tortgan olimligidan-da xalifalarning nurg'un sovg'atlariga erishgan odam. Hatto Harun Rashid buni she'rning shaytini deb atagan. Maqbashlar masalan she'rni Esmai'den bekrak bildiğin adamını bilmeymiz. Çünkü bu adam şeriat ilmini bilish bilan birga arab tilini nihoyat puxta egallagan. Onun ustiga hifz quvvati nihoyat mashhur. Hatto 10,000 she'r biladi debdi hamda. 10,000 she'r beytlik emas, 10,000 manda turdagi she'rni. Kishniki dadisimi ayni vaqtdagi mashhur hali edip ulamolardan sanalgan. Undaqda oilasimi ilm bilan shug'ullangan buyuklardan sanaldi. Bu odam shu adabiyot sohasida mashhur bo'lmasdan, tabiat sohasida shu vaqtida hali mashhur ekan. Shu hayvonot ilmi bilan, biologiya ilmi bilan hali mashhurlikka xotirlangan. Masalan, hayvonlarni masalan qandoq davolash deymiz, masalan, uni qandoq operatsiya qilish deymiz, mushjatmi hali bilimli ekanligi xotirlanibdi. Ulamolar bu kishini shu musulmon olimlar ichida shu hayvonot ilmi bilan shug'ullangan tunji olim tafsirlaydi. Chunki bu odamning ot, tuga, qo'y, yirtqich hayvonlar qatorliq nurg'un shu hayvonotlarga munosabatli kitoblar bor ekan. Demak, bundan boshqa o'lib ketgan mashhur buyuklar nihoyat ko'p, lekin hamda Imom Jaloliddin Suyutiniki sanig'ini mushunchalik. Hamda oldidagi xaliflarga qaragan vaqtida Ma'munning davrida o'lib ketgan kishilarning soni bir oz, mashhurlar ko'proq turdi. Nima ish qilgan vaqtda Ma'munniki davri xali ko'p 20 yil hokimiyat qilishni tutgan ekan, bular xali ko'p sonni egallashi kerak. Shunda qilib hamda Abbosiylarniki 7-xalifasi Ma'munniki hayoti bilan va Ma'munniki davriga munosabatli bir qism mazmunlar bilan tanishib chiqdik. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.